Burunqi zamanda qo'l ilkida yetib oshqudek dunyosi bor bir bovay o'tgan bo'lib, uning 6 o'g'li, bir qizi bor ekan. Kunlarning birida kenji o'g'li tijorat qilish uchun safarga chiqib ketibdi. Aradan oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Ammo kenji o'g'il qaytib kelmabdi. Atasi uning dardida to'la yig'lab, oxir ikki ko'zidan ayrilib qopdi. Bovayning ko'zini davolig'ili kelgan tebib. Yiroq Rom shahrida buning dorisi bor. Shu doridan akilib ko'zingizga sursa, ondan ko'zingiz ro'shanlashidi, debdi. Bovay o'g'illarini chaqirib, "Bolalarim, kim menga mehribon bo'lsa, Rom shahridan ko'z dorisini akiladi. Qani aytinglar, yo'l rasxoti uchun nima talab qilsanglar, shuni beraman", debdi. "Ey ota, pul bo'lsa jangalda sho'rpi debdikan, pulli bo'lsa dorini akilimiz", deyishibdi o'g'illar. Bovay ularga yetib oshqudek oltin ko'mish berib, ularni uzitib qo'yibdi. 5 o'g'il Rom shahriga qarab mengibdi. Ular shu mangancha dab-daranglagan, eshak hangrigan yerlarda yurib, pul puchaklarini buzib chechibdi. Oxir bir tiyinsiz bo'lib uyga qaytib kelibdi. Akalarning quruq qo'l qaytib kelganligini ko'rgan qiz otasining oldiga kirib, "Ata, Rom shahriga o'zim boray. Sizlar oq yo'l tilab, rozilik bersizlar", debdi. Bovay qizning beshini silab turib, "Jinim qizim, shu do'rni akilib ko'zimni ochsang, sendan 1000 marta rozi bo'latdim. Yo'ling oq bo'lsin", debdi. Qiz 40 qichirga yo'l lozimatliklarini artib, o'zi yo'rg'a otga minib, Rom shahriga qarab mengibdi. Atasi shu yurtdagi namrat oilalardan 10 qizni tanlab, ularning ota-onalarini rozi qilib, qiziga qo'shib qo'yibdi. Ular uzoq yo'l yurib, dam ilish uchun bir manzilda to'xtabdi. Qiz hamrohlarga, "Qizlar, sizlarni otam qo'shib qo'ygan bo'lsa-mu, men hammanglarni ozod qildim. Ota-onanglarning oldiga qaytib berib, erkin o'ynab kulib yuringlar", debdi. Qiz hamrohlarga nurg'un mol-mulk o'lashtirib beribdi-da, o'zi yolg'iz ketaveribdi. U yo'l yuribdi. Yurgandimi mo'l yuribdi. Bir chaqda uning oldidan bahayvat bir zo'r yilon chiqib ketdi-da, qizning hamma qichirlarini bir-birlab dam tortibdi. Lekin qiz parvo qilmay ketaveribdi. Shu chaqda zo'r yilon qizning yeniga kelib so'rabdi. "Ey odamzot, hamma qichirlaringni yedim. Qarabmi qo'ymading? Buning sababi nima?" Qiz pisand qilmay, "Sening qo'sug'ing oshgan, rahim qildim. Undaq bo'lmaganda sen bilan ilishatdim. Uning ustiga otam amma bo'lib qolgan. Rom podshohining xazinasida bir dori bor ekan. Shuni akilib, otamning ko'zini echishga oldiravaman", debdi. "Ey yaxshi otaning yaxshi bolasi, undaq bo'lsa ustimga mengin", debdi yilon. "Yaxshi niyat bilan yo'lga chiqqanliging uchun Rom shahriga seni o'zim olib qo'yay." Qiz yilonning ustiga menibdi va birdamdala Rom shahriga yetib beribdi. Yilon qizga, "Hozir qorovullar uxlayotidi. Xazinaga qo'rqmasdan kirivagin. Xazinaning dorixonasida qutidami, qog'ozdami dori bor. Qutidagi dorini olsang, qog'ozdagi doriga qo'l tekkizma. Qog'ozdikisini olsang, qutidagi doriga qo'l tekkizmajimi", debdi. Qiz yilonning topshiriqlarini anglab bo'lib, xazinaga kiribdi. Xazinadan dorixonaga o'tibdi. Qutidagi va qog'ozdagi dorilar bir-biridan xushpuroq ekan. Qiz qaysini elishni bilolmay, tavakkul qilib, ikkili dorini qo'liga olibdi. Birdilla ajoyib g'aroyib guldirilgan ovozlar anglanib, qiz band bo'lib qopdi. Qarovullar uni tutib elib, shoh ordisiga akiribdi. "Sen nemishqa xazinaga o'g'irlikqa tushding?" deb so'rabdi shoh. "Hurmatli podshoh, otam ko'rmas bo'lib qelib edi, do'riga kelgandim. Ijozatingizda olmayli kirib qopdiman. Meni kechiring", debdi qiz. "Mug'ambarlik qilyapsan. Mayli, men sana ishinay. Lekin manga Anadirxonning qizini ep kelib bersang,
andın doğrunu berime ve senimi azat kılıme. Bommasa beşiğini toң soymunu üzgendek üzüp taşlayma. Deptu padişah. Boludu. Deptu kız təzim qılıp. Ondaqda bana 40 gün mühlet berin. Kız 40 gün mühlet bilen yılanның aldığı beripdu. Ey adamzat, nemi qıp koydun? Dep sorapdu yılan. Kız, Her ikkili doğrunu alımen dep kolga düşüp kaldım. Kutula sihir kılınganken emesmi? depdu. Ve padişahның şərtini eytipdu. Boğuluq boptu. Yür emse. Depdu yılan ve kızını Ənedir xanның şəhərigə bir pəstili apırıp qoyupdu. Yılan kızga, Xan kızı bir uxluganda 40 gün uxlaydı. O 39 gündün buyan uykuda. Et taң assa andın oyğunudu. Kızının aldığı kirgininde özüge tegsen yağlıqığı tegme. Yağlıqığı tegsen özüge tegme. Kızının hocursuğu kirişte 2 öy ba. Öyləge lip-mılıq paxtı besilgan. Qoyun ve yançıqlarınga paxtını toldurып alğandan keyin Meliki yatqan öyge kirgin. Pələmpəyning 2 yeniga qoңguraqlar esilgan. Qoңguraqlarning ichiga paxta tiqivat. Andan o jirіңlamaydı. dep düşendiripdu. Kız yılanның deginede qılıp, yançıqlarga paxta toldurup, qoңguraqlarga paxta tiqipdu da Meliki yatqan öyge kiripdu. Melike tatlıq uxlavatqan iken. 40 kenizek onun ətrafıda onu qoğdap yatqan iken. Melikinin beşida çoğ yağlıq bolup, yağlıq Melikidin çiraylıq, Melike yağlıqdın çiraylıq iken. Kız Melikinimi, yağlıqnimi birlikte götürüpdü. Däl şu çağda heyvetlik güldürleş sadaları kötürülüp, hemme ətraf təvrəp ketipdi. İşikler yepilip, kız band bop kelip tutulupdu. Asli bu yermi sehir kılıngan iken. Qo'llari qayrilib bağlangan kız xan huzuriga keltirilibdi. G'azablangan xan, Sen kap yürek, nemi sebepten kızımını oğurlamakçı boldun? deb vaqirabdi. Atam közüdün ayrılıp kalgan idi. Doğru izlep Rum şehriga berip kolgu düşüp kaldım. Rum padişahı Ənedir xanның melikisini ipkip belsen doğru berimen. Bommasa beşiğini soyumunu üzgendek üzüp taşlayman devidi. Şunun üçün kelgendim. Debdi o kız. Sözüngü qarasam rastçıl görünsen. Künpetiş tarafta Kohiqab degen bir joy bor. O yerda bir jodugar yaşaydı. Onun bir qari tulpar edi bor. Şu atni manga akilib bersan qizimni beraman. Bo'lmasa men terangni ta'tirishiman. Debdi Ənedir xan. Bo'ladi. Debdi o kız. Undaqda manga 4 kunlik mühlet bering. Ənedir xan onun sözüge qoşulubdu. Kız yılanның aldığı beripdi ve bolgan ahvalni bir sözlep beripdi. Yılan kızını üstüge mendirip yolga çıkıpdı. Ola bir keç gündüzde Kohiqabga yetip beripdi ve jadugarning atxanasiga yaqin kepdi. Jadugar uxlamoqchi, debdi yılan. Mushu yerdan lahmi ko'lab, o'qur tegidan beshingni chiqa. Tulpar seni ko'rib kishnaydi. Jadugar odam puruq kelyapti-ku deb to'rt tarafga yugurdi. Tapolmay kelib yana joyida yotganda beshingni yana chiqa. Tulpar teximi qattiq kishnaydi. Jadugar tulparga g'azablanib, "Hey noinsof hayvon, meni 2 qitim tashvishga solding. Yana shunda qilsang, seni yevitaman jumu." deydi-da yotqili chiqib ketidi. Sen ana shu chaqdala beshingni chiqirib, "Ey zoti ulug' tulpar, suv o'rniga süt, yem o'rniga ko'k kishmish berib seni baqay. Bu zolimning qo'lida azob chekishingning hojati yo'q. Men seni aktay bo'lamdi deysan." Tulpar beshini egib jim turdi. O'qurning yenida oltindan ishlangan egar jabduqpa. Tulparni darhol egarla, ondan yetilab mening oldimga kelgin. Kız yılanның etiqallari bo'yicha hammani to'liq bejirib, oxir tulparni yılanның oldiga akapdi. Yılan kız bilan tulparni ko'tirib uchib, Ənedir xanның shahriga akapdi. Va qizga, "Bu tulparni o'zing ol.
Mən bir domulapla xudim muşunun oxşaydigan tulparga aylanaman. Sen meni xanğa bə. Xan qızını sana beridu. Məlikini elib sen ketevəgin. Mən arqаңdan yetişiman. Deptu yılan. Kız maqul boptu. Yılan bir domulapla tulparga aylanıptu. Kız onu xanğa təqdim qıptu. Xan qızını beriptu. Kız bilan Malika tulparga menib Rom shahriga ravon boptu. Әмді gapni xandan anglayli. Xan atni egarlab, altın üzəngiga sol putini qo'yib, o'ng putini әмдili ko'tiribdikan, tulpar chivinga aylanib, ko'zdan g'oyib boptu. Yılan hayal bo'lmay qizlarga yetishib aptu. Ola Rom shahriga yetib beriptu. Yılan bir domilgan ekan, Anadirxonning malikasidan chiroyli bir qizga aylanibdi. Әмді sizlar meni shohga taqdim qilib, dorilarni elib ketaveringlar. Deptu yılan. Qiz onu Rom shohiga berib, dorini elib o'z yurtiga ravon boptu. Shuningdan keyin shoh alga cho'ng to'y beribdi. To'y tugishi bilanla qiz bir domilab ko'mudiga aylanib, ko'zdan g'oyib boptu. Yılan qizlarga yetishib elib, ikkili qizni va tulparni ustiga mendirib, qizning yurtiga yetib kepti. Qiz otasining oldiga kirib, dorini otasining ko'ziga surtgan ekan, uning ko'zi echilib, yo'riq dunyoni yangi boshdan ko'ribdi. Canım qizim, ko'zimning nuri. Deb qizning peshonasiga suyibdi otasi. Dal shu chaqda yılan bir silkingan ekan, ustidagi terilari seyrilib tushibdi-da, chiroyli va qovul bir yigit paydo bo'lib qapti. Qarasa, bu yigit qizning akisi, bovayning kenji o'g'li ekan. Bovay kenji o'g'lini ko'rib, "O'g'lim, bu senmi?" deb uni bag'riga besibdi. Hammaylan xo'shal xo'ram ko'rishibdi. Elgi cho'ng to'y berilibdi. To'yda o'g'lidan, "Qani o'g'lim, nemishlar bo'ldi? Sen tafsili bir so'zlab bergina." deb so'rabdi bovay. O'g'il debdi. "Men Anadirxonning qiziga oshiq bo'lib, xonga asirga tushib qoldim. U meni ko'yiqapga avatdi. Jodugarning tulparini ep kelaman deb, jodugarning qo'liga tushdim. U sehr qilib, meni yilonga aylantirib qo'ydi. Ota-onasiga mehr muhabbati cheksiz bo'lgan, ularni deb jinini ayimaydigan farzand bo'lsa, bu sehrni yondirib olalaydi. Ota, sizni deb singlim ko'p jafolarni chekdi, va'dasini o'rinladi. Shunga men bu sehrdan ozod bo'ldim. Aslida ish mundaqkanda, shunga sen singlingga yordamlashib ekansan. Yaraysan o'g'lim. Rahmat. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Debdi otasi. Uzun o'tmay yigit Anadirxonning qiziga uylanibdi. Hammaylan murad maqsadlariga yetib, shod-xuram, baxtlik yashapdi.